Buxoro davlat texnika universiteti tarixida ilk bor Yevropa ittifoqi hamkorligida tibbiyot muhandisligi yo'nalishiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tdi. Bu tadbir universitetda ilmiy hamkorlikni kengaytirish, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni o'rganish maqsadida tashkil etildi. Seminar Yevropa ittifoqining qo'llab-quvvatlovi bilan amalga oshirilgan bo'lib, Latviya va Litvadan kelgan tajribali mutaxassislar qatnashdilar. Ishtirokchilar tibbiyot muhandisligining eng yangi yondashuvlari, texnologiyalari va innovatsion yechimlarini taqdimot qilishdi. Tibbiyot muhandisligi sohasidagi ilg'or texnologiyalarni o'rganish, innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish, xalqaro ilmiy hamkorlikni mustahkamlash va tadqiqotchilar salohiyatini oshirishga qaratilgan tadbirda mutaxassislar o'z mamlakatlarida tibbiyot sohasidagi rivojlanish, ilmiy tadqiqot ishlari, shuningdek amaliyotda qo'llanilayotgan yangi texnologiyalar haqida ma'ruza qildilar. Tibbiyot muhandisligi sohasida yangi yondashuvlar va texnologiyalar, yosh tadqiqotchilarga yangi ilmlar o'rganish imkoniyatlari yaratildi. Erasmus+ dasturi asosida O'zbekistonda tibbiyot muhandisligi sohasini rivojlantirish bo'yicha yo'nalishlarni tashkil qilish bo'yicha grant tashkil qilingan. Shu grant asosida Buxoro davlat texnika universitetida 8 ta O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari va Yevropaning Riga Texnika universiteti, Vilnius Texnika universitetidan 4 ta professor tashrif buyurgan va respublikamiz 8 ta oliy ta'lim muassasalaridan mutaxassislar jalb qilingan. Bu malaka oshirish kursi davomida O'zbekiston Respublikasi professor o'qituvchilari dunyodagi yangi tibbiyot muhandisligi sohasini respublikamizda joriy etish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishmoqda. Bu grant davomida 3 yil davomida professor o'qituvchilar Yevropaning bir qancha Latviya, Litvadagi joylashgan universitetlarda borib malakalarni oshirib kelishdi. Bugungi seminarda esa aynan shu malakalar bilan oshirilgan bilimlar asosida bilimlarni professor o'qituvchilar almashmoqda. Seminarda Latviya va Litvadan kelgan ekspertlar o'z sohalarida amalga oshirilgan muvaffaqiyatli tadqiqotlar va amaliy loyihalar haqida ma'lumot almashishdi. Xususan, tibbiyot muhandisligi sohasidagi eng ilg'or texnologiyalarga ega bo'lgan mamlakatlar tajribalari seminar ishtirokchilari uchun katta qiziqish uyg'otdi. Ekspertlar tomonidan taqdim etilgan ma'ruzalar tibbiyot muhandisligida ishlatiladigan yangi tibbiy uskunalar, ularning samaradorligi, tibbiy texnologiyalarni rivojlantirishda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni hal etish yo'llari muhokamalar markazida bo'ldi. Yevropa ittifoqining Erasmus fondi asosida bugungi kunda universitetimizda tibbiyot muhandisligi yo'nalishida ajratilgan loyihaga asosida ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu loyihada O'zbekistonda biotibbiyot muhandisligi mutaxassislik, magistratura mutaxassisini tashkil etish hamda doimiy faoliyat ko'rsatuvchi malaka oshirish kurslarini tashkil etishdan iborat. O'zbekistonimizdagi 7 ta oliy ta'lim muassasalari, bular bizni Buxoro davlat texnika universiteti va birinchi navbatda Andijon davlat texnika instituti, Andijon davlat tibbiyot instituti, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Toshkentdagi xalqaro kimyo universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Turin politexnika universiteti hamda Alfraganus universitetlari birgalikda hamkorlar sifatida ishni olib boryapmiz. Shuningdek, xorijiy hamkorlarimiz, ya'ni Yevropa ittifoqidan davlatlar bu Latviyaning Riga texnika universiteti hamda Vilnius Gedmin texnika universitetlari hisoblanadi. Ushbu loyihaga asosan O'zbekistondagi 7 ta oliy ta'lim muassasalaridan 2024-yilda 30 ga yaqin professor o'qituvchilarimiz Riga davlat texnika universitetida hamda 2025-yilda ushbu 7 ta O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarimizdan 30 ga yaqin professor o'qituvchilarimiz Vilniusdagi Gedmin texnika universitetlarida malaka oshirib, tajriba orttirib qaytdilar. Seminarning maqsadlaridan yana biri tibbiyot muhandisligi sohasida ilmiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratildi. Tadbir ishtirokchilari o'rtasida o'zaro fikr almashish, yangi ilmiy ishlanmalar va texnologiyalarni birgalikda rivojlantirish bo'yicha kelishuvlar amalga oshirildi. Bunday xalqaro ilmiy seminarlar nafaqat tibbiyot muhandisligi sohasidagi yangi bilimlarni o'rganish, balki turli davlatlar o'rtasidagi ilmiy hamkorlikni mustahkamlash, kelajakda birgalikda amalga oshiriladigan tadqiqotlar uchun zamin yaratish imkonini beradi. Bu seminar orqali universitetda ilmiy salohiyatni oshirish va xalqaro miqyosdagi imijni yaxshilashga ham muvaffaq bo'lindi. Erasmus loyihasi yordamida 200 million so'm miqdoridagi laboratoriya qurilmasi yetkazib berildi. Bu laboratoriya qurilmasi biotibbiyot muhandisligini o'qitishda bugungi kunda keng qo'llanilmoqda. Ushbu laboratoriya qurilmasi inson tanasida mavjud bo'lgan biosignallar va
ko'rsatkichlarni ko'rsatishda va ularni simulyatsiya qilishda ishlatiladi. Ushbu qurilmani afzalligi shundaki, talabalar tibbiyot muassasalariga bormasdan turib, inson tanasida mavjud bo'lgan ko'rsatkichlarni, biosignallarni, masalan, saturatsiya, puls, yurak urishi, undan tashqari karbonat angidrid miqdorini ko'rishlari imkoniyati bo'ladi. Biomeditsina muhandisligi bo'yicha Germaniyaning xalqaro hamkorlik tashkiloti GIS tomonidan sentyabr oyi, yanvar va aprel oylarida tashkil etilgan seminarlarda universitetimizdan tegishli professor o'qituvchilarimiz qatnashdilar. Shuningdek, bizning universitetimizda 2025-2026 o'quv yilidan boshlab biotibbiyot muhandisligi ta'lim yo'nalishida bakalavr va hamda magistratura mutaxassisligini ochilishi rejalashtirilgan. Bu esa o'z navbatida respublikada ushbu biotibbiyot muhandisligi sohasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Buxoro davlat texnika universitetining talabalari va ilmiy xodimlari bu seminarda o'z sohalaridagi ilmiy ishlanmalarni taqdim etishdi. Dunyo olimlari bilan tajriba almashishdi. O'zaro ilmiy hamkorlikni kuchaytirish va kelgusi tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish bo'yicha kelishuvlar imzolandi. Tadbirning ahamiyati shundaki, bu kabi xalqaro seminarlar orqali ilmiy va amaliy sohalarda yangi yondashuvlar va texnologiyalarni o'rganish, ularni joriy etish imkoniyatlari yaratilmoqda. Bundan tashqari, seminarda o'z fikr-mulohazalarini bildirgan ishtirokchilar tibbiyot muhandisligi sohasida yanada samarali hamkorlikni rivojlantirishga oid g'oyalarni ilgari surishdi. I'm representing here Vilnius Gediminas Technical University. Men Vilnius Texnika universiteti nomidan seminarda ishtirok etyapman. Bugun Buxoro davlat texnika universitetining ilmiy xodimlari o'z sohalaridagi ilmiy ishlanmalarni taqdim etishdi. Avvalo aytishim kerak, jahon miqyosida tibbiyot muhandisligi sohasi kun sayin rivojlanyapti. Sohaning global bozor hajmi 2023-yilda taxminan 500 milliard dollarni tashkil etdi. Ushbu yo'nalish yildan yilga o'sib borayotganini hisobga olsak, 2030-yilda tibbiyot muhandisligi bozorining hajmi 1 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu o'sish asosan texnologiyaning rivojlanishi, sun'iy intellekt va robototexnikaning tibbiyotda qo'llanilishi hamda raqamli salomatlikni rivojlantirish orqali amalga oshirilmoqda. Tibbiyot muhandisligi sohasidagi innovatsiyalar har yili ko'plab yangi texnologiyalar yaratishga asos bo'lyapti. Tibbiyot texnologiyalarining samaradorligi Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, tibbiyot muhandisligi sohasidagi yangi texnologiyalar, ayniqsa robototexnika va masofaviy jarrohlik xatolarini kamaytirishda, bemorlarning tiklanish vaqtini qisqartirishda va umumiy davolash samaradorligini oshirishda sezilarli darajada foydali bo'lyapti. Masalan, 2021-yilda masofaviy jarrohlikning global bozori 4,5 milliard dollarga yetdi va bu raqam 2028-yilga kelib 10 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish tibbiyot sohasida sezilarli o'sishga olib kelmoqda. Hozirda dunyo bo'yicha sun'iy intellekt yordamida kasalliklarni tashxislash va davolash uchun maxsus tizimlar ishlab chiqilmoqda. O'rganishlarga ko'ra, zamonaviy texnologiyalar kasalliklarni aniqlashda shifokorlar bilan solishtirganda 99% aniqlik bilan ishlayapti. Sun'iy intellekt ayniqsa onkologiya, kardiologiya va neyrologiya sohalarida yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda. Bu seminar shubhasiz xalqaro ilmiy hamkorlikni yanada rivojlantirishda muhim qadam bo'ldi. Tadbir universitetning ilmiy salohiyatini oshirishga va unga xalqaro miqyosda e'tibor qaratishga yordam berdi. Seminarda ishtirok etgan barcha mutaxassislar va tadqiqotchilar o'z bilimlarini yanada boyitib, yangi ilmiy izlanishlarga yo'l ochdilar. Bu kabi tadbirlar tibbiyot muhandisligi sohasida texnologiyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqish uchun katta imkoniyatlar yaratadi va ilg'or ilmiy ishlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.